Navruz umumxalq bayrami arafasida Qalb nuri ayollar va ularning oilalarini ijtimoiy-huquqiy qo'llab-quvvatlash markazi tashkil topganligining 15 yilligi keng nishonlandi. Unda Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasining O'zbekistondagi rahbari janob Yuyu boshchiligidagi delegatsiya, viloyat hokimligi, viloyat adliya boshqarmasi, Farg'ona shahar hokimligi, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etdilar. Dastlab mehmonlar markazning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Navruz bayrami an'analariga ko'ra shu kuni markazda bayram dasturxoni yozildi hamda doshqozonga sumalak solindi. Delegatsiya a'zolari urf-odatlarimizga ko'ra ezgu niyatlar bilan sumalak atrofida tilak bildirdilar. Tashkil etilgan tadbirda so'zga chiqqanlar esa markaz faoliyatiga yuqori baho berdilar. Bizning eng asosiy maqsadimiz qiyin ahvolga uchragan ayollarga, jabr ko'rgan ayollarga xizmat ko'rsatish edi. Mana shu 15 yilda ichida rivojlanib biz mutaxassislar tayyorlashga muyassar bo'ldik. Bizga uchragan jabr ko'rgan ayol yoki qanaqadir hayotiy qiyin ahvolga uchragan ayolga yordam berish, qanaqadir ko'mak ko'rsatish. Balki bu ayolga hech narsa kerak emas, faqat psixologik yordam kerak, uni motivatsiya qilib hayotga qaytarish bo'lish mumkin. Ajrimlarda oldini olish bo'yicha ham ish qilamiz, chunki hozirgi kunda bu juda dolzarb masala bo'lib qoldi. Hamkorlarimiz bor, chunki zo'ravonlikni oldini olish hamkorsiz hech qachon bo'lmaydi. Biz mahalla bilan ishlaymiz, biz xotin-qizlar bilan ishlaymiz, adliya bilan ishlaymiz, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlar bilan ishlaymiz. Markaz Farg'ona viloyati hamda qo'shni davlatlarda faoliyat olib borayotgan 50 dan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikda memorandumlar imzolab faoliyat olib bormoqdalar. Qalb nuri tashkiloti ko'proq ayollar bilan ishlaydi. Har bitta xonadondan xabar olish, jabr ko'rgan ayollar bilan yakka tartibda ishlash, ularni mana shu kelajakda hayotga bo'lgan mehr muhabbatlarini oshirish, ular bilan yakka tartibda chin dildan suhbatlashish, ichidagi bor dard va alamlarini chiqarmaguncha sabrli bo'lib tinglashlarda, ularga yordam ko'rsatishlarda aynan Qalb nurining rahbaridan o'rganganmiz. Biz mana hozir davlatimiz tomonidan muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan namunali markazlar, hududiy bo'limlar tashkillangan. Dunyoda qancha ayol borki, bu ayollarimizni faqatgina ko'zlaridan baxt, quvonch yoshlari oqsin. Hech qachon bir jabr ko'rib, zo'ravonlikka uchrab, hayotdan noligan so'zlarni eshitmaylik ilohim. Hamisha har bitta xonadonda onani quvonchi, farzandlarning baxtiga hamroh bo'lsin deyman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasining O'zbekistondagi rahbari tomonidan tikuv mashinalari to'plami sovg'a tariqasida shu kuni markazga topshirildi. Bundan buyon ham markaz viloyatdagi qiyin ahvolga uchragan ayollar, ularning oilalari va farzandlarini ijtimoiy-huquqiy himoya qilish, oila institutlarini qo'llab-quvvatlash, ayollarning jamiyatdagi o'rnini kuchaytirish borasida ezgu ishlarni mustahkamlab boraveradilar.